Hozir bizga murojaat qilgan bir bemorimizning holatini ko'rib chiqamiz. Bu yerda bizda qiz bola yuqoriga va pastki tishlari qiyshiqligiga shikoyat qilib kelgan. Ko'rib turganimizdek, yuqori tishlarimizda yon guruh tishlarimiz tangay tomonga yotgan, chap tomonda ham, o'ng tomonda ham oldingi guruh tishlar joy yetishmasligi natijasida bular qiyshiq holatda joylashib turibdi va pastdagi tishlarimiz ham ahvoli unaqa yaxshi emas, qiyshiq holatda turibdi. Keyingi rasm ko'radigan bo'lsak, yon tomondan mana kontaktlar unaqa yaxshi emas. Tishlarimizning o'sha qiyshiq holati chap tomondan ko'rinishimiz va bu yerda yana bir narsaga e'tibor berishimiz kerak, tishlardagi gigiyenik holat. Tishlarda juda ham ko'p nalyot bor. Bu juda xavfli. Ortodontik lecheniya o'tkazilayotgan vaqtda agar mana bunaqangi nalyot bilan boshlansa, tishlar hammasi karies bo'lib, dog' bo'lib, juda ham xunuk holatga kelib qoladi. Bu gigiyenaning yomonligidan. Bu ham problema. Endi og'iz ichi holatini ko'radigan bo'lsak, mana jag'imiz torligi ko'rinib turibdi. Bu tishlarimiz ichkariga kirgan, bularga joy yo'q, bu tishimiz ham ichkarida. Mana bu yerda ozgina o'zgarish bor. Yuqori jag'imiz. Endi pastki jag'imizga o'tsak, 7-tishlar endi chiqyapti, 6-tishlar joyida. Mana bu yerda ozgina qiyshiqlik bor. Bu tomonimiz ham xuddi shunaqa. Rentgeniga o'tadigan bo'lsak, rentgenimizning holatida e'tibor beradigan bo'lsak, mana aql tishlari zachotkalari turibdi. Apexlarimiz, primalar tishlarining mana bu ildizi uchi hali to'liq shakllanib tugamagan. E'tibor bersak, bu degani hali ortodontik davolash boshlashga ozgina erta degan. Braket qo'yishga yoki liner qo'yishga ozgina erta degan. Bular to'liq shakllanib olishi kerak. O'shandan keyin boshlasak yaxshiroq bo'ladi. Biz ko'rishimiz kerak bo'lgan narsalardan biri. Ikkinchi holat, mana bu yerda juda qiziq vaziyat bor. Bu gaymor pazuxasi o'ng tomon, bemorning o'ng tomon pazuxasi top-toza, mana shunaqa qoramtir bo'lib turishi kerak. Lekin e'tibor bersak, chap tomonda unaqa emas. Chap tomonimiz to'liq eksudat bilan qoplangan. Gaymor pazuxamizda eksudat bor. Bu gaymorit degan xulosa taxmin qilishimizga sabab bo'ladi. Xulosa bera olmaymiz, xulosani lor vrach beradi. Biz ko'rganimiz sababli lor mutaxassisga yo'llanma berishimiz shart. Albatta bu narsaga e'tibor berishimiz kerak. Biz bu yerda ko'radigan jihatlarimiz ildizlarni to'liq shakllangan yoki yo'qligi, tishlarning umumiy holati va pazuxalardagi vaziyat. Keyingi rentgenga o'tamiz. Mana bu yerda yuqori jag' va pastki jag'i соотношенияsi o'zaro munosabati normada, o'zi qoidasi bo'yicha yuqori jag'i ko'ndalang razmeri bizda 57 turibdi. Pastki jag'ning ko'ndalang razmeridan kamida 5 mm ga katta bo'lishi kerak normada. Bizda bu bemorimizda pastki jag' ko'ndalang razmeri 52, yuqori jag'iga 57. Normaga mos. Demak, yuqori jag'ni kengaytirish haqida o'ylamasak ham bo'laveradi. Boyagi holat e'tibor beradigan bo'lsak, mana o'ng tomon pazuxasi top-toza, juda ham yaxshi turibdi, lekin chap tomon to'liq eksudat bilan to'lib bo'lgan. Bu yerda eksudat bor. Shuning uchun albatta darhol lor mutaxassisga jo'natilishi shart bu yerda. Keyingi rentgenimiz bu sefalogramma. Biz ortodontik bemorlarni ko'rganimizda albatta yon tomondan tushiladigan mana bunaqangi rentgen qilinadi. Bu sefalogramma deyiladi. Bu yerda biz sagital kesimdagi umumiy holatni ko'ramiz. Bu yerda ko'rishimiz mumkin, yuqori tishlar haddan tashqari oldinga o'tgan. Biz buni protruziya deymiz. Pastki jag' nisbatan yuqoriga nisbatan orqaroqda. Dahani ham ozgina kichkinagina va mana bu yerda yengilgina adenoid bor. Unaqangi katta darajada emas. Birinchi stepen bo'lishi kerak. Nafas yo'llari ham deyarli yaxshi. Umumiy holatda. Endi jag'larni yana o'smasligini ham biz mana shu yerda bo'yin umurtqalariga qarab baholay ola olamiz. Har bitta ortodont buni bilishi kerak. Bo'yin umurtqalarining shakliga, uning holatiga qarab biz jag'lar yana o'sadimi, o'smaydimi o'shansini prognoz qila olamiz. Bu yerda o'sish bosqichi aktiv fazadan deyarli o'tib bo'lyapti. Yaqin o'rtada o'sishdan to'xtash boshlanadi, sekinlashish boshlanadi va shu bilan 18 ga qarab sekin to'xtaydi. Umumiy holat mana shu yerda. Endi bemorimizga xulosa qiladigan bo'lsak, biz nimalar qilamiz? Birinchi navbatda albatta lor mutaxassisga yuboramiz. Mana bu gaymor pazuxasi bilan bog'liq bo'lgan muammo albatta hal qilinishi kerak. Undan keyingi qiladigan ishimiz gigiyenist, stomatologga yuboriladi. Professional чистка albatta o'tkazilishi shart. Professional чистка o'tgandan keyin bu bemorimiz kamida 6 oyga jo'natiladi. Sababi birinchidan bola gigiyenani
tishini yuvishni yaxshilab o'rganish kerak o'sha 6 oy davomida va undan katta asosiy sababi mana bu yerda ildizlarning to'liq shakllanib olishi. Ya'ni o'sha shakllanib olgandan keyingina biz ortodontik davolash ishlarimizni boshlashimiz mumkin o'sha braket yoki alaynerlar yordamida. Ungacha bola lor va gigiyenist terapevt stomatolog ko'rigida bo'ladi. Mana shunday holat plan lecheniya tuzish mana shunaqa ketma-ketlik bilan bo'ladi.